Amerika davlat maktablarida farzandlarimiz bemalol namoz o'qishlari mumkin maktab binosining ichida va bunga keng imkoniyatlar yaratib berilgan. Assalomu alaykum. Agar siz Amerika Qo'shma Shtatlarida yashasangiz hamda farzandlaringizni namozini o'z vaqtida maktab paytida o'qishlarini xohlasangiz, unaqada quyidagi tavsiyalarni sizga bildirib qolaman. Birinchisi, maktab direktori hamda direktor yordamchisiga email qilasiz hamda so'raysiz: "Men musulmonman, farzandlarimiz ham musulmon. Ular maktab paytida, maktab binosining ichida namoz o'qishlariga imkoniyat berishingizni sizdan iltimos qilib so'rab qolaman. Ularga ko'p narsa kerak emas, 10-15 minut vaqt kerak. Borib tahorat qiladilar. Keyin burchak bo'sh joy bo'lsa, burchak bo'ladimi, sport zal bo'ladimi, kutubxona bo'ladimi yoki sinfxonaning ichida hech kim bo'lmaganda ularga imkoniyat yaratib bersanglar, 10-15 minut vaqt ichida ular namozlarini o'qishadi deb. Allohga behisob shukr, oxirgi 3 yilda Alloh izni bilan, maktab ma'muriyatining yordami bilan, qizlarimizning qiziqishi bilan oxirgi 3 yilda qizlarimiz peshin namozini maktab binosida o'qishyapti. O'sha ba'zan kutubxonada, ba'zan sinfxonada, oxirgi 1 yilda bo'lsa maktab direktori baraka topsinlar, musulmon inson emas, o'zlari aytdilar, mani ofisimda o'qisin namoz deb, hamda boshqa musulmon farzandlariga ham shu imkoniyat berildi. Endi yodimizda saqlab qolishimiz kerak bo'lgan narsa, maktab ma'muriyati musulmon bo'lmasa agar har doim eslatma yuboring. Hey, mani bolam namoz o'qiy olmayotgan ekan, chunki sinfxona band bo'lib qotgan ekan, kutubxona ochiq bo'lmayotgan ekan, iltimos yordam berishingizni so'rab qolamiz. Sizlardan faqat hech narsa kerak emas, o'zimiz joy namozini beramiz degan ma'noda. Keyin o'zimiz namuna bo'lmizmi, ota-ona sifatida o'z vaqtida o'qiyapmizmi? Uchinchisi bo'lsa, men ota sifatida qizlarimga aytaman: "Hey, sizlar tahorat qilishingizga qulayroq kiyim kerakmi sizlarga? Men olib beraman" deb oyisi o'sha anaqa ayol kishiga bog'liq bo'lgan har xil tavsiyalarni beradilar. Shundan foydalanasizlar deb umid qilamiz, chunki har holda bir xillarda ayolimga aytaman-da, yaxshi ham namoz bor debdi, bo'lmasam portlab ketardim debdi. Shunga farzandlarimizga yoshligidan namozni o'z vaqtida o'qishga imkoniyati bor, shundan unumli foydalanaylik. Hammamizga omad.